Assalomu alaykum. Asiya fasad klinker ishqibozlari. Xudo xolasa mana navbatdagi qoliplarimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga chiqib ketyapti mana. Mana Qashqadaryo Isuzisida mana. Bizdan Davronbek degan yigit birinchi mijozimiz bo'lgan. Bizdan qolib olgan. Bir 2 yil bo'ldimi, 2,5 yil bo'ldimi atrofida ishlatyapti. Mana endi 3D qoliplarimizdan qilib beryapmiz. Mana 3D dan. Xudo xolasa mana bu 3D qoliplari mana shu plitkalardan chiqadi. Mana har xil turdagi plitkalarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastlabki qilib beramiz plitkalarimizni ham. Qoliplarimizdan hozir 5 ta 6 ta joyga chiqyapti. Xudo xolasa Tojikiston, Rossiyaga chiqyapti. O'zbekistonda bir 4 ta 5 ta joylarga yana ochirt bilan chiqyapti. Xudo xolasa kim bu fasadni plitkaga qiziqish bo'lsa, qoliplariga ish o'rgatamiz, kelib yotib o'rganib ketishlari mumkin. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Sifatli qoliplar xudo xolasa mana har xil turdagi qoliplarimiz bor bizda. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarida ham kuzatib borishlari mumkin. Pastda qoldirib ketamiz. Yangi fazondagi burchatkani qolipi bo'lyapti. Mana bizga aloqa chiqaverasizlar. Akamiz egasi